Farzand katta qilish juda ham qiyin. Bu ayniqsa og'ir nevrologik buzilishi bor, surunkali kasalligi bor farzand bo'lsa, undan ham qiyin holat hisoblanadi. Bunday onalarda surunkali kasalliklar, surunkali depressiya, stress holatlari, og'ir ruhiy buzilishlar, semirib ketish, ozib ketish va shunga o'xshash kasalliklar, uyqu buzilishlari kelib chiqadi. Onalarning bunday holatga tushmasligi uchun yaqindan yordam berishimiz kerak. Biz vrachlar va o'sha onaning yaqinlari, xo'jayini, qaynota, qaynonasi, ota-onasi va boshqalar yaqinlari. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Buning uchun onaning og'ir mehnatini tan olishimiz kerak. Ona farzandiga qarayapti, kuyinyapti, kerak bo'lsa taglarini almashtirib, nima g'amxo'rlik bo'lsa hammasini qilyapti. Bunday og'ir mehnatlarni tan olib, onaga iloji boricha yordam berishimiz kerak. Undan tashqari onani yolg'izlatib qo'ymasligimiz kerak. Onaga yonida turib, o'sha farzandiga teng miqdorda g'amxo'rlik qilib, onaga barcha shart-sharoitlarni yaratib berib, g'amxo'rlik qilishimiz kerak. Onani hech qachon yolg'izlatib qo'ymasligimiz kerak. Undan tashqari onani o'zi uchun vaqt ajratishini ta'minlashimiz kerak. Ona o'zi uchun vaqt ajratib, vaqtida uxlash, vaqtida ovqatlanish, o'ziga qarash va boshqa holatlarini nazoratga olishimiz kerak bo'ladi. Bu juda ham katta yordam beradi. Undan tashqari onani ruhiy holatini boshqarib, ruhiy holatini nazorat qilib turishimiz kerak. Onada agar ruhiy buzilishlar, uyqu buzilishlari va shunga o'xshash holatlar bor bo'lsa, vaqtida psixologga yuborish, psixolog konsultatsiyasini o'tkazish yoki kerak bo'lsa dori-darmon lecheniyasini, davolarini ham ta'minlab berishimiz kerak bo'ladi. Bu ham juda ham katta rol o'ynaydi onaning sog'lig'i uchun. Undan tashqari ba'zi oilalarda ba'zi bir kuzatamiz, bolasini xastaligi, bolasini shunaqa holati uchun onalarni ayblash holatlari kuzatiladi. Bu mutlaqo noto'g'ri narsa. Onani naborot ayblamasligimiz kerak, onaga yordam berishimiz kerak, onani qo'llab-quvvatlash. Masalan, bu holat o'z-o'zidan bo'lib qolmaganligini ta'kidlab, o'sha onaga yordam berishimiz kerak. Chunki ko'p kuzatganmiz, masalan, sen aybdorsan, sen tufayli shunaqa bo'ldi, sen bolani kasal qilib qo'yding deb xo'jayini ham, qaynota, qaynonasi ham yopishgan vaziyatlar bo'ladi. Bunday holat onaga juda ham og'ir botadi, onada juda ham kuchli ruhiy buzilishlar va boshqa og'ir kasalliklarga olib kelish holatlari ham kuzatiladi. Undan tashqari kichik o'zgarishlar uchun ham xursand bo'lib, g'alabadek qabul qilish kerak. Ya'ni nima? Ona bolaga g'amxo'rlik qiladi, bolaga qaraydi, o'z vaqtida davolatadi, reabilitatsiyaga olib boradi, o'sha dori-darmonlarini vaqtida beradi, massaj, boshqa narsalarga vaqtida olib borib, vaqtida qaraydi. Va shunda ham keyin o'sha yaqinlari bolada o'zgarish bo'lmayapti, bola unaqa bo'lyapti, o'zgarmayapti deb onani motivatsiyasini so'ndirmasligi kerak. Naborot kichik o'zgarishlar uchun ham g'alabadek qabul qilib xursand bo'lib, onani ham xursand qilish kerak. Bunda onada yanada ham kuchli xursandchilik, motivatsiyasi oshib, bolaga bo'lgan e'tibori, bolaga bo'lgan g'amxo'rliklari yana ham kuchli bo'ladi va bu ona uchun ham, bola uchun ham juda ham yaxshi bo'ladi. Onalarga g'amxo'rlik qilaylik.